Qazoskorlar qiyomat kuni filmida Steve Rogers kapitan Amerika sifatida qaytadimi? Uning Peggy Carter bilan bo'lgan hayoti qanday davom etmoqda? Nahotki film treylerlari tarqalib ketdi? Nega 11 dekabr kuni hamma kutayotgan treyler taqdim etilmadi? Bu kechikishlar ortida Avatar olami bilan bog'liqlik bormi? Bugungi video aynan shular haqida. Siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Barchamiz 11 dekabr sanasida Marvelning rasmiy YouTube sahifasida Qazoskorlar qiyomat kuni filmining ilk treylerini kutayotgan edik va shu bilan birgalikda u Supergirl filmining ilk teaser treyleri uchun yaxshigina raqobatdosh bo'lishi kerak edi. Supergirl teaser treyleri taqdim etildi. Hattoki ko'pchilik uni allaqachon James Gunnning DC olamidagi yangi galaktika qo'riqchilari filmi deb atashga ham ulgurdi. Lekin Qazoskorlar qiyomat kuni filmining treyleridan darak yo'q. Biroq aynan shu kuni kechasi boshqa ma'lumotlar internetni qamrab oldi. Unga ko'ra Qazoskorlar filmiga 4 ta treyler tayyorlangan. Bularning birinchisi Steve Rogersga, ikkinchisi Thorga, uchinchisi Doktor Doomga bag'ishlanar ekan. 4-treyler esa umumiy teaser treyler bo'ladi. Lekin afsuski ularning hech biri rasmiy sayt yoki kanallarda taqdim etilmaydi. Bilasiz, yaqinda, ya'ni 19-dekabrda Avatar olov va kul filmi taqdim etiladi va aynan o'sha filmning premyera vaqtida kinoteatrlarda ilk treyler, ya'ni Steve Rogers haqidagisi taqdim etilar ekan. Keyingi 3 hafta davomida ham Avatar filmining har safargi kinoteatrlardagi vaqtlarida qolgan 3 ta treylerlar taqdim etiladi. Lekin siz kinoteatrlarga borib o'tirishingiz shart emas, chunki aynan shu video davomida dastlabki naqd 2 ta treylerni qanday ketishini aytib beraman. Lekin keyinroq, hozir esa nega Qazoskorlar qiyomat kuni filmining treylerlari taqdim etilishi uchun aynan Avatar olov va kul filmi tanlanganini va nega treylerlar 4 taqsimga bo'linganini tushuntirib o'taman. Shunday ekan, hoziroq videoga like bosib qo'ying. Xullas, Marvelning ham, 20 studiyaning ham huquqlari Disneyga tegishli. Xuddi Warner Bros'ga DC, HBO va boshqa bir qancha kompaniyalar tegishli bo'lgani kabi va Disney 20 studiyaning eng yirik loyihasi har qismida $2 milliard dan ortiq qazsa yig'imini keltirayotgan Avatar filmining 3-qismida treylerlarni taqdim etish orqali filmga bo'lgan qiziquvchilar sonini oshirmoqchi. Treylerlar 4 ga bo'linish sababi esa agar kimdir Avatar olamiga qiziqmaydigan inson bo'lsa ham 4 ta treylerni ko'rish uchun 4 marta kinoteatrga tashrif buyuradi va 4 marta chipta sotib oladi. Bu esa Avatar filmining qazsa yig'imi uchun bomba strategiya. Endi sizni ko'p kutilayotgan qismiga o'tsak ham bo'ladi. Ya'ni dastlabki 2 ta treylerlardan nimalar taqdim etildi? Boya aytgandek, birinchi treyler Steve Rogersga bag'ishlanadi va treyler boshida bizga Steve Rogers o'z mototsiklida uyga kelayotganini ko'rsatishdi. Uning bosh kiyimi esa xuddi birinchi filmlardagidek. Keyin u javondan Qazoskorlar intiho filmidagi kapitan Amerika libosini olayotgan sahnasini ko'rsatishdi. Oxirida esa Steve Rogers qo'lida farzandini ko'tarib turganini ko'rsatishdi. Steve Rogers va Peggy Carterlar farzandli bo'lishgan ekan va keyin ekranlarda Steve Rogers Qazoskorlar qiyomat kuni filmida qaytadi degan yozuvlar paydo bo'ldi. Qizil qo'riqchi esa yolg'on gapirmagan bo'lib chiqdi. Ya'ni Qora beva filmida u kapitan Amerika bilan jang qilganman degandi. Balkim Steve Rogers o'tmishdalik paytida qizil qo'riqchi bilan ham duch kelgandi. Ya'ni Steve Rogers o'tmishda farzandli bo'lgan ekan. Demak, uning farzandi ham hozirgi kunlarga kelib deyarli Qazoskorlar jamoasidagilar bilan tengdosh hisoblanadi. Balkim allaqachon uni bizga taqdim qilishgandir. Lekin kim? Taxminiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki keyingi videomiz teoriya shaklida aynan shu haqida bo'lar. Ikkinchi treylerga keladigan bo'lsak, u hali taqdim etilganicha yo'q, lekin uning qanday bo'lishi matn ko'rinishida allaqachon tarqalib ulgurgan. Unga ko'ra esa momaqaldiroqlar ma'budi, ya'ni Thor hal qiluvchi jang oldida o'rmonda ibodat qilib, Odindan uni tirik holda qizining oldiga qaytarishini so'rayotgan bo'ladi. Shuningdek, teaserlarda Loki obrazi ham ko'rinish berishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. U katta ehtimol bilan qizim deb aslida Gorning qizi bo'lgan, sevgini aytmoqda. Chunki agar esingizda bo'lsa, Thor 4 filmining voqealaridan keyin unga Thor g'amxo'rlik qilayotgan edi. Xullas, Qazoskorlar qiyomat kuni atrofidagi shov-shuvlar bekorga emas. Steve Rogersning qaytishi, Thorning taqdiri, Doktor Doom bilan bog'liq bo'lgan rejalarning barchasi Marvelning navbatdagi katta o'yiniga o'xshaydi. Sizningcha Qazoskorlar qiyomat kuni Marvel olamiga oldingi qiziqishlarni qaytara oladimi? Yoki intiho filmidan keyingi rasvoliklar davomchisi bo'ladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. O'ylaymanki, bugungi video davomida Qazoskorlar qiyomat kuni filmining treylerlari haqida o'zingizga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni oldingiz. Like bosib kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.